Hormanglar endi. Salomat bo'ling. Bu hammasi men aytgandek bo'ldimi? Miridan sirigacha qarab turdiz-ku. Endi men bu bilan gaplashib turgan paytlarimda sen yo'q-yo'qlardimda levi qo'ymadingmi deyman-da. O glavar sanading-a? Tinchlikmi? Bizni kecha ham sizlardingiz. Endi ukam, men pul beradigan odamman. Xolasa sizlayman. Xohlagan kunim sansirayman. Xo'p, aka. Bu sherigimni bolasini mazasi yo'q. Hozir siz beradigan puldan ozginasini uyga ro'zg'orlikka beraman-da, qolganini hammasini sherigimni farzandini operatsiyasiga ishlatamiz. Vaziyat siz bilan topishmoq aytib o'tiradigan darajada emas. Musullarni berib olibsizlar-ya? Malades. Kraskani bankalar qani? Chiqindiga berib yubordik. Chalinga eshitdim senga. Akaning u bankalarga gul ekaman degandi. Nechta banka bor edi? 200 bitta banka bor. Xo'sh, agar bitta banka 5000 so'mdan bo'lganda ham 1,5 million bo'ladi. Pulinglar olib qolaman. Yo, chop bankalarni topib kelasan, ha? Endi aldamasdan to'g'risini aytlaring. Mana shu 84 kun mobaynida telefonlaringni necha marta zaryadga qo'ydilar? Hozir 1 minut. Bo'yin operatsiyasi qay darajada zarur? Juda zarur. Shu o'tgan 84 kunni 30 kuni Ramazon edi. Men senlarni Ramazonda bir kunda bir mahal ovqatlantirishni mo'ljallaganman. Lekin senlar 4 kun ro'za tutmasdan keldilar. Senlarga boshqacha obed olib kelishga majbur bo'ldim. Aka, bizni ishimizda biron bir kamchilik bormi? Bo'lsa ayting. Bo'lmasa tezroq pulimizni bersangiz biz ketaylik. Qaqa shoshasan. 84 kun ishla. Bir pasta pulni olaman deb o'ylaysanlar. Biz sizdan pulimizni albatta olamiz. Kulgimni qislatmakin. Hozir ko'cha yo'q-ku. Sen problemangni nishat qilib beradi ekan. Agar qonunlar deyotgan bo'lsang, bir parcha qog'oz yo'q, bu yozuv chizuv qilingan. Alloh boru, hoj aka. Qiyomatda olamiz haqqimizni. Lekin unda kurs boshqacha bo'ladi. Bu gap. Qiyomatda ko'rishamiz. Sirlar.